sizlar bo'lib turganidan juda ham xursandman. Bizning bu videomiz X-ray haqida bo'ladi. Biz X-ray modidan foydalanib olmos topamiz va video oxirida u modni qayerdan olishingizni aytib o'taman. Bunda ko'p cho'zib o'tmasdan boshladik. Ko'p turganingizdek X-ray mod o'z kuchini ko'rsatmoqda. U bizga yer ostidagi barcha resurslarni ko'rsatmoqda. Xo'sh, birinchi o'rinda yog'och hamla olamiz. Hamma kabi. Xo'sh, endi yog'ochdan narsalar yasasak bo'lishini aytyapti. Kerakligicha yog'och to'plab oldik. O'zi bizga ko'p narsa kerak emas. Xo'sh, tayoqchaga aylantiramiz. Xo'sh, buni olamiz, vestok yasaymiz. Chiqamiz, qo'yamiz, bosamiz. Ana kirka bor, iloji boricha qo'y topishga harakat qilish kerak. Tunni o'tkazib yuborish uchun karavot yasaymiz. Bu biyomda qo'ylar bormikin? Nima, kichik orolchada paydo bo'ldikmi deyman. Xo'sh, bu yerda olmos topish ham juda ham qiyin bo'ladi. Ehtimol bo'lmasligi ham mumkin. Naqadar omadsizligimdan shunaqangi biyomda paydo bo'ldim. Bosamiz. Buncha qum ko'p bo'lmasa tosh yo'qmi? Shu yergacha qum ekan. Ana bo'ldim. Olamiz, qo'yamiz, bosamiz, solamiz, qo'yamiz. Yana tosh kirka ham tayyor. Vestokni olamiz. Temirni pishirish uchun ko'mir ham olish kerak. Xo'sh, bu mod juda ham ajoyib ekan. Sizlarga ham foydalanib ko'rishni tavsiya etaman. Endi esa temir qidirib yo'lga otlanamiz. Xo'sh, bizning jonajon temirimiz qayerlarda ekan? Mana bu nima bu? Jonajonmas ekan. Boshida ko'rinmas bloklarni buzishga unchalik o'rgana olmadim. 1-2 marta o'ynasangiz siz ham o'rganib ketasiz. Unchalik qiyin emasligini tushunib yetasiz. Shunchaki har xil tomonga qarab buzasiz. Siz buni qimmatbaho resurs deb hisoblaysiz va uning yoniga kelasiz. Uning nimaligini aniq ko'rish uchun sabr qilasiz. Va siz uni buzasiz. Va siz uning mis ekanligini ko'rasiz. Xo'p, temir topamiz. Ana men cheksiz yog' go'sht oldim. Video cho'zilib ketmasligi va qiynalmasligi uchun. Ana men temirni ko'ryapman. Bor yo'g'i 3 tagina temir olsam bo'ldi. Agar istasangiz effektlardan cheksiz foydalanishni o'rgatib yana bitta video olaman. Agar istasangiz, xullas shu video shunaqa video chiqishini istasangiz kommentariyada yozib qoldiring. 1 2 3 tayyor vestokni qo'yamiz. Yo'llarni ham buzib olamiz.
Mhm. Pechka yasab olamiz. Bitta yetadi. Endi toshni yig'ib qo'yamiz. Mana buni sandiqqa solamiz. Xo'sh, endi nima qilish kerak edi? Cho'p kerak. Cho'p. Ana tayyor. Pechkani qo'yamiz. Temani ham eritib oldik. Va nihoyat anchadan beri kutilgan tema kirkani yasaymiz. Tayyor. Endi bo'lsa juda katta qiyinchiliklar bilan bir dona bo'lsa ham olmos qidamiz. Xo'sh. Kimlarni ko'ryapman? Zombilar bor ekan. Temir. Men olmos topdim, lekin ma'lum sababga ko'ra videoni o'ylaganimdek uzun qila olmadim. Xudo xohlasa keyingilar uzun bo'ladi. Kechirasizlar. Shu yerda videoni tugatamiz. Hammaga xayr. Tez orada keyingi video ham chiqib qoladi.